Obajon keling, ichkaridalar. Tezroq bo'ling. Nima vahima qilasiz? Chaqirganlaring endi 1,5 soat bo'ldi. Odamlar 3 kunlab kutyapti. Qani kesal. Oy. Oy, oyoq tegdi-yu. Oy. Abror aka. Sen o'shami? Kasal bo'lib qoldim. Qarg'ishlarim uribdi-da sizni va nihoyat. Mana ishlatasizmi? Ya nega biror narsasiga so'roqsiz tegasiz? Onasiga o'xshabdi-da, biror narsasini so'ramay olib qo'yadigan. Bu odamga toza havo kerak. Eshityapsizmi, ko'zingiz yaltanglamay? Hovlilarda ham zo'r qilibsiz-a? Adamlar emas, onamlar qilganlar. Amerikada trak haydaydilar-da. Ishim ozgina yurishmayapti-da. 30 yil oldin ham yurishmagandi. Mana bularni ham zo'r qilibsizlar-a, zinadagi mana nima ushlagich. Ha, buni ham onam qildirganlar. Anaqa metal martdan, balasina fason. 100 xil fasonning ichidan mana mashinasini spesial tanlaganlar. 10 yil garantiyasi bor. Umringiz oxiriga yetadigan qilib berib ketibdi-da. Mana shu bola vashi yoqmayapti menga. Onam qildi deb. Bo'pti, otang otdi. Men ketdim. Kuzatib qo'y bolam. Xo'yda. Hozir Nahotki men ismimni o'g'lingizga qo'ygan bo'lsangiz. nahotki sevganingiz ismini menga qo'ygansiz, ade. 3 yillik umrim behudaga ketmabdi. We're renegade, yeah. I got you.